Real Madrid post yukladi. Ha do'stlar, bugun ertalab Real Madrid o'zining Instagram sahifasiga Ramazon oyi munosabati bilan barcha musulmon ahillarini tabriklab post yukladi. Juda ko'pchilik futbol muxlislari aynan Barsachilar savol bergan edi. Qani Realning posti deb savol bergan edi va mana bugun ertalab Real Madrid Ramazon oyi munosabati bilan post yukladi. Bir gap do'stlar, savol berishganda Arsenal, Liverpool, Atletico Madrid, Real Madriddan tashqari Barselona kabi klublar Ramazon bilan muborakbod etdi. Nima uchun Real Madrid Ramazon oyida post yuklamadi degan savollar juda ham ko'paygan edi. Endi sizlarga savol. Ramazon oyining shukuhi, barakoti, fayzi aynan Realning posti bilan o'lchanadimi? Bu ikkisi teng bo'larmi deydi-ku? Yo'q, unaqa emas. Real Madrid Ispaniyadagi musulmon bo'lmagan davlatdagi bitta jamoa. Oddiy klub. Uni deyarli Ramazonga aloqasi yo'q. Biz esa musulmon o'lkada yashayapmiz. Shuning uchun qayerdagi bir jamoa bilan, qayerdagi bir musulmon bo'lmagan jamoa bilan Ramazon oyining shukuhini o'lchashimiz menimcha xato.